Bitta odam tahorat qilib, endi bunday sovuq emas, Madinada ko'p bunchalik sovuq bo'lmaydi. Tahorat qilib, haligi tapchkasini uni qo'ltig'iga qistirib kirib keldi-da, 2 rakat namoz o'qidi. Sahobalar bilan birga o'tirib, haligi joyda darsga qatnashib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dars o'tib turgan edi. Ertasi kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Yatlau alaykum rajulun min ahlil jannati min hadzal bab" dedi. Shu eshikdan hozir bitta jannati odam kiradi dedi. Shunda kechagi odam yana tahorat qilib, yaqturul ma'u min lihyatihi dedi. Soqollaridan suvlar oqib turgan ekan, kechagi odam yana kirib keldi. 3-kuni yana aytildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu eshikdan hozir bir jannati odam kiradi dedi. 1-kuni ham, 2-kuni ham, 3-kuni ham bitta odam kirdi. Shu kechagi odam kirdi yana jannatdan. Amr ibn Ostovli ismi Abdulloh bo'lgan. Abdulloh aytadi, men dedi shu jannati odamni amalini bilib, men ham jannati bo'lish maqsadida shu odamni uyiga borib bir hiyla qildim. Hiyla deydi bu narsani, yo bo'lmasam tavriya qildim dedi. Borib aytdiki, "Ey falonchi" dedi. "Otamdan surishib qoldim. Uylarda mehmon bo'lib tursam maylimi" dedi. Mehmondorchilik 3 kun bo'ladi, hurmatli jamoat. Uyimizga mehmon kelsa, 3 kungacha nimaga kelding, kimsan deyishga haqqimiz yo'q ekan, agar u mehmonman deb qo'ysa. U aytdi, bizni uyda dicha urush janjal bo'lib qoldi, boradigan joyim yo'q. Shu sizlarni uyinglarda turib tursam dedi. Maqsadi emas, maqsadi nima amali bor ekan, shuni shu amalini men kuzatsam, topsam, men ham jannat ahlidan bo'lsam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni 3 kun maqtadi deb haligi maqsadda shu odamning uyiga keldi. Kechasi kuzatishni boshladi. Kechasi haligi odamni kuzatsa, tahajjud namoziga turmaydi ekan. Nafil oshcha bir nima harakatlar qilmaydi ekan. Balki qiladigan ishi o'ng tarafga, chap tarafga tumalaganda alhamdulillah, astag'firulloh, subhanalloh deb qo'yadigan. Shu bilan haligi odam yotadi ekan. 3 kun kuzatdi. Mehmonning muddati tugadi. Mehmonning muddati tugaganidan keyin haligi odam aytdi, "Ey falonchi" dedi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizni 3 kun shu eshikdan jannati kiradi, mana shu eshikdan jannati kiradi, shu eshikdan jannati kiradi dedi. 3 kun uchalasi ham siz kirdingiz dedi. Ha men uyingizga kelganimning sababi dedi, sizni qanday amali bor ekan, shu odamni jannatga olib boradigan qanday amali bor ekan deb qarab kelsam, boshqalardan ko'ra oshiqcha amal topmayapman. Balki men tahajjud o'qirdim, siz tahajjud o'qiganingizni ham ko'rmayapman dedi. Ma huwa hadisda keladi. Ma huwa arja amalin indak. Eng Alloh taolodan umid qilib turgan savob shu sizni jannatga kirgizib yuboradi deb turgan amalingiz qaysi dedi. Shunda boyagi sahoba aytdi, bilmadim dedi. Qaysi amalligini men bilmadim dedi. Xuddi Bilal roziyallohu anhu ga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Bilal, jannatda sizni oyoq kiyimingizni tovushini eshitdim. Qaysi amalingiz jannatga kirgizdi ekan?" deganda, Bilal roziyallohu anhu bilmayman-u, har safar tahorat qilsam 2 rakat namoz o'qib olaman deb aytgan ekan. Bu yerda bu kishi aytdi, bilmadim-u, lekin bitta amalim bor dedi. Shu kechqurunda to'shakka borganimda qo'shnlarimni, jo'ralarimni, mahallami, menga yomonlik qilgan odamlarni, falonchi, pistonchilarni hammasini "Ey Xudo, seni rozichiliging uchun kechirdim" deb aytaman dedi. Uyquga ketganimda dedi, yuragimda hech qaysi odamga nisbatan g'illug'ashlik, ko'rolmaslik, hasadgo'ylik qolmaydi dedi. Shunda Abdulloh ibn Amr ibn As aytdiki, "Shu narsaga ko'pchilik yeta olmayapti" dedi. Mana shu narsaga ko'pchilik yeta olmayapti dedi. Biz ham shuni jamoatga aytamizki, oyat karima, hurmatli jamoat, Alloh taolo Qur'onda aytayapti: "Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim." Bir kun keladi boshingizlarga deyapti. U kun nima desa, qiyomat. Moli, dunyoning foydasi bo'lmaydi. Va la banun, o'g'il, qiz, farzandlarning foydasi bo'lmaydi. Illa man atalloha biqalbin salim. Qaysi odam Alloh taologa salomat qalb bilan boradigan bo'lsa, shu odamgina jannatga kiradi deyapti. Mana kecha uni biz kimligini aytmaymiz-ku. Kecha undan oldin yana boshqa har kuni domlalarda u yerga bu yerga chaqirishadi. Ikkita qo'shni urushib qolsa, ikkala qo'shnini o'rtasini, "Hoy, to'xtab turing, hozir siz gapirasiz. Hoy, siz gapirasiz" desangiz, uni namozi, ro'zasi, umrasi, ibodatini hammasini chekiga surib, surishayotganini ko'rib, bular musulmonmi, musulmon emasmi deyaverasiz. Er xotin urushib qolsa, mana ilgari kuni shunday voqea bo'ldi, kecha ham davom etdi, bugun ham hali davom etadi shu voqea. Eri xotin urushib qolsa, mana xotinlar tarafdan kelgan 5-6 ta vakil
berigi qiz tarafdan, o'g'il bola tarafdan kelgan 5-6 vakilga "Ey, Qur'ondan, hadisdan, dindan bir narsani aytsang yo'q" deydi. Shu yerda to'xtab qoladi. Peshin bo'pti, o'qib olaylik deydi keyin. Endi asr o'qib olaylik deydi keyin. Din muomala hurmatli jamoat. Din kechirish ekanda biz kechirishimiz kerak. Alloh taolo aytayaptiki: "Ala tuhibbuna ayyagfirallohu lakum." Sizlar kechiringlar, sizlarda Alloh taolo kechiradi dedi. Abdulloh ibn Amr ibn Os aytdiki: "Ey falonchi" dedi. "Seni jannati bo'lganingni sababi sen odamlarga hasading yo'q ekan" dedi. Hasad kimda bor desa, hasad hurmatli jamoat hammada bo'ladi. Har bir odamda hasad bo'ladi. Faqat shu hasadni ozgina bosib qo'yish kerak bo'ladi. Men dedi, uyquga ketishimdan avval hammani kechirib, hammadan rozi bo'lib, hech kimni yomon ko'rmayman, hech kimga hasad qilmayman, hech kimga ko'ra olmaslik qilmayman, hammasiga bir xil muomala, ertaga hammasi bilan chiroyli gaplashib ketaveraman deb uyquga ketaman. Iza awaytu ila firoshi dedi. Uyquga ketsam hammaga ko'nglim oppoq qilib, keyin uyquga ketaman dedi. Amr ibn Os aytdi, shunga biz yeta olmayapmiz dedi. Mana biz ham hurmatli jamoat namozlarni Xudo xolasa joyiga qo'ydik. Ro'zalar yaqinda keladi, tutamiz. Umra, haj yoki boshqa ehson, kasal ziyorat, to'ylarimiz ham diniy bo'lib qoldi. Lekin bitta narsaga biz hal yeta olmayapmiz. Bu qiyin masala. Namozdan ham qiyin. Boshqa narsalardan ham qiyin. U nima desa, u boshqa odamlarni kechirish ekan hurmatli jamoat. Buni bunaqa xatosi bor. Xato hammada bor. Ayib hammada bor. Qaysi odam manzallazi masa aqattu gunoh qilmagan, xato qilmagan, kamchilik qilmagan kim bor ekan? Har bir odamda xatosi bor. Biz o'sha odamlarga nisbatan salomat qalbda bo'lsak, bu eng qiyin masala. Alloh subhanahu va taolo bizni nima qiladi? O'zi kechiradi. Alloh taolo hammalarimizga ham tavfiq bersin, hidoyat bersin. Bu qishni o'rtasida qilingan ehsonni, shu savudi kunda qilinayotgan to'ylarda ham, ehsonlarda ham Alloh taolo o'zining dargohida qabul qilsin. Uzoqdan yaqindan kelgan mehmon jamoatlar qadamiga savob yozsin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Yedirgan, ichirgan, to'ydirgan mo'min musulmonlar safidan qilib yaratgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Dasturxon chaqirib bizni mehmon qilib bu joyda issiq ovqat, issiq choy, chiroyli noz-ne'matlarni qo'ygan uyli egasini Alloh ihsonlarini qabul qilsin. Ikkala yoshlarga ham Alloh taolo baxtli, saodatli hayot bersin. Shu savdoda xizmat qilgan aka-ukalarimiz, osh qilgan, choy qilgan, uydagi xizmat qilgan yaqinlar, hammalarini ham qanday shar'iy tilak, maqsadlar bo'lsa Alloh taolo o'zi yetkazsin. Bu savdoda kelgan jamoatga ham Alloh taolo qadamiga savob yozsin. Shu yerda sabr qilib o'tirib, issiq uydan ko'ra shu ehson qatnashib qo'yaylik deb kelgan butun jamoat qadamlariga Alloh taolo savob hasanatlar yozsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.